bilan bo'lishmoqchiman. Yosh edim, bola edim, go'dak edim va bilmasdim. Nimani izlasang, o'sha narsa seni ham izlaydi deganida men tushunmasdimda, bu nima, qandaydir mifologiyami, qandaydir yolg'onmi? Aslida ham shunday ekan, agar sen rostdan ham izlashga harakat qilsang, farqi yo'q nimani. Yo yaxshi, yo yomon. Mm, Bu katta rol o'ynamaydi. Baribir shu narsa seni izlarkan, toparkanda, bilmadim, hayotda nimadir shunaqa ishlaydi-da. Yaxshi odamlarni izlasang, yaxshilar topiladi. Yomonni izlasang, yomon topiladi. Yomonlasang, yomonni ko'rasan. Maqtab qo'ysang, oldingdan faqat yaxshilar chiqadi, bilmadim. Bu endi ehm, ko'nglimdagi tilimga chiqdi, shunday barib bo'lishib o'tay deb sizlarga ham ulashdim. Hammaga omad.